Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 17-yil G'ambur saylovi o'tkazilgan deputat To'rayev Saxovat G'aniyevni sessiya kotibi saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Deputat To'rayev Saxovat G'aniyevni sessiya kotibi saylandi. Marhamat, o'z joyingizga yerlashingiz kerak. Hurmatli deputatlar, bugungi Xalq deputatlari Sherobod tuman kengashining 24-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlarning ovoz berishlarini so'raymiz. Hozirlar, rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilarga munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar yo'qmi? Muhodarani qo'yaman. Qo'shnilar ovoz berishlarini so'rayman. Hozirlar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Reglament bir ovozda tasdiqlandi. Endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tsak. Kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-5-yanvardagi birinchi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda 2025-yil 18-martdagi FT111 sonli respublikada kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar ijrosini ta'minlash yuzasidan 2026-yilning birinchi yarmiyili davomida Sherobod tumanida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida so'z tuman prokurori o'rinbosari Qulayberdi Nusratjon Norboyevga beriladi. Marhamat. Yanvardagi 2026 respublika mahallalarida xavfsizlikni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-18-martdagi respublika kriminogen vaziyatlarni tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston qarorlari ijrosi yuzasidan ma'lumotlarimiz asosiy masalalar hurmatli deputatlar mamlakatlar tomonidan qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniyatni mustahkamlash borasida faoliyatni prezidentimiz tomonidan organlar ortida qo'ygan vazifalar boshqa tashkilotlarning topshiriqlari va ko'rsatmalari asosida asosiy e'tiborni fuqarolarning organlar faoliyatida qoniqish hosil qilishga qaratilgan hozir tashkiliy tadbirlar harakatlar amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, xodimlarning mas'uliyatini oshirish va ular o'rtasida turli murojaat harakatlarini sodir etishni oldini olish uchun ularning organlari tomonidan kasb qonuniga rioya qilinishi yuzasidan muntazam ravishda tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 1-yanvardagi birinchi sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirib kelmoqda. Tuman prokuraturasi xodimlari hamda hamkor tashkilotlar, tuman ichki ishlar bo'limi, tuman soliq, mahalla uyushmasi tomonidan 2026-yil 30-yanvar kuni birinchi sonli qo'shma qaror qabul qilinib, bu tegishli tashkilotlarga yuborildi. Mazkur qo'shma qarorning 4-bandi bo'yicha tuman
ishchi guruhlari mahallalarda huquqlarning javob olish borasida kompleks ishlarni tashkil qilish bo'yicha yo'l xaritasi ijrosi bo'yicha ishchi guruh tashkillashtirilib, ishchi guruh har haftada tuman prokuraturasida tashkil etilgan shtatda ishlarni, faoliyatlarni amalga oshirib kelmoqda. Shu jumladan hozirda tumanda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha hamda shahar chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha ham zaminlarni oldini olishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, so'g'at yo'lida jamoani shortda jinoyat sodir etilgan bo'lib, shundan 35 tasi oldin olinadigan jinoyatlar, 29 tasi aniqlanadigan, 2 tasi avtomobil orqali sodir etilgan jinoyatlar hisoblanadi. Shuningdek, uning ro'yxatga olingan jinoyatlarning 18 tasi va 33%ni mahallalarda sodir etilgan jinoyatlar tashkil qiladi. 2026 yil 6 oyida 16 ta oldin olish mumkin bo'lgan sodir etilgan jinoyat har yilgi aholiga taqdim qilinganda 33%ni tashkil qilmoqda. Ushbu joriy yilning 6 oyida 14 ta mahallalarda sodir etilgan jinoyatlar bo'lib, ularning 7 tasi mahallalarning o'sha mahallalarning 7 tasi sariq, 8 tasi yashil hamda 3 tasi qizil kiritildi. Shuningdek, 9 nafar yoshlar tomonidan, 3 nafar muqaddam sudlanganlar tomonidan, 1 nafar ishsizlar va 4 nafar voyaga tomonidan jinoyat sodir etildi. Bu o'tgan yil ko'rsatkichga nisbatan yaxshilangan. Shuningdek, sodir etilgan jinoyatlarni turlari bo'yicha tahlil qilinganda, bitta jinoyat qotillik jinoyati, 11 ta o'g'rilik, 10 ta yo'l harakati yo'l transport hodisasi, jinoyatlar listasiga to'g'ri keladi. Sodir etilgan jinoyatlar shaxslar kesimida tahlil qilinganda, yoshlar tomonidan 7 ta, o'tgan yilda 9 ta bo'lgan. Jinoyat sodir etilgan bo'lib, jinoyatning 10%ni tashkil qiladi. Yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning tahlil qilinganda, jinoyatlar sabablari, yoshlarning bu boradagi e'tiborni qaratmaganlik, yoshlar bo'lish vaqti ko'p bo'lganligi sababli ushbu jinoyatlar kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Ishsizlar tomonidan 1 nafar jinoyat sodir qilingan. Shuningdek, jinoyatlar asosan yengil daromad topish, ishsizlik, oilaviy kelishmovchilik va nizolar sababli ham ko'p kelib chiqmoqda. Voyaga yetmaganlar tomonidan oldini olish mumkin bo'lgan bitta o'g'rilik jinoyati sodir qilingan. Jinoyatlarning sabablari o'rganilganda, ota-onalar o'z farzandlarini tarbiyasiga bee'tibor bo'lganligi sababli ushbu jinoyatlar sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Eng achinarlisi, joriy yilning 6 oyida 16 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, 1 nafar hech qayerda ishlamayotgan va ularning yoshlar tomonidan sodir etilganligi bu achinarli holat hisoblanadi. Shuningdek, e'tibor bering, tuman prokuraturasi hamda ichki ishlar mahalla uyushmasi tomonidan qo'shma qarorga asosan 18 ta mas'ul idoralar vakillaridan iborat muvofiqlashtirish shtabi tuman prokuraturasida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, 14 ta mas'ul idora tomonidan tuman ishchi guruhlari shakllandi. Joriy yilning 2 choragi davomida 40 ta kamera, 3 ta domofon, 3 ta tashvish tugmasi o'rnatilib, 94 ta obyektga texnik kontrol qilingan. Shuningdek, mahallalarda 14 ta namunaviy xavfsiz ko'cha hamda 8 ta namunaviy xavfsiz yo'laklar tashkil etilib, 32 ta ko'chalarga yoritish chiroqlari o'rnatildi. Natijada joriy yilning 6 oy davomida yo'l jinoyatlari bittaga kamayishga erishilgan. Joriy yilda 9784 ta xonadon qatorida o'tkazilib, 4698 nafar shaxsning ijtimoiy tahlil tadbirlaridan xulosalar berilib, ularning 3700 nafari tartibga erishilgan. Mazkur voyaga yetmagan o'quvchilar tomonidan ham maktablarda rahbar va yoshlar uchrashuvlari o'tkazilib kelinmoqda. Bu ko'rsatilgan ushbu qaror ijrosi bo'yicha hamkor tashkilotlar tomonidan muntazam ravishda maktab davrida o'quvchilar o'rtasida tadbirlarni ushbu holat ham jinoyatchilikni oldini olishga ta'sir ko'rsatadi. Aholiga murojaat qiluvchi organlar tomonidan 2635 marotaba targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Xabarlarimizda firibgarlik jinoyatini oldini olish bo'yicha ham mahalla aholilariga izohalar ilinib, firibgarlik jinoyatini oldini olish bo'yicha muntazam ravishda targ'ibot ishlari olib kelinmoqda. Birinchi sonli qarori tuzilgan maqsaddan tumanimizda mahallada jinoyatchilikni oldini olishdan iborat. Ushbu birinchi sonli
berilishi hamda jinoyatchilik ham o'tgan yilga nisbatan 50%ga kamayishga erishildi. Yo'l harakatidagi ko'rsatilgan tadbirlarni o'z vaqtida borishi tuman hokimiyati tomonidan nazoratga olinib, shtab a'zolari tomonidan nizomlashda tarbiyadan tashkil ishlari amalga oshirildi. Tuman hududida ma'ruzam shunga ko'ra Ma'ruz yuzasidan savollar bormi hukumatga? Savollar yo'q. Savollar yo'q bo'lsa, mahkama joyiga o'tishi mumkin. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu mavzu yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Yo'q bo'lsa, marhamat ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi ikkinchi masala. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak daromadlar rejasining ortiqcha bajarilgan qismi hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Kun tartibidagi uchinchi masala. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak ijrosi va 2026 yil birinchi chorak davomida kiritilgan o'zgarishlar to'g'risida. Kun tartibidagi ikkinchi, uchinchi masalalar bo'yicha so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Shafiy Jamshid Bo'rqulovga berildi. Hurmatli deputatlar, tuman prokuror o'rinbosarining darvozasidan ruxsat etiladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Sherobod tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak davomida daromadlarni ortiq bajarilgan qismlari hisobidan navbatdagi xarajatlarga takliflarni shakllangan mablag'lar hisobidan ijobiy yo'nalishlar bo'yicha mablag'lar ajratish taklif qilamiz. Birinchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tumandagi qabristonlarni joyi ta'mirlash uchun zarur qurilish materiallarini olish uchun 300 million so'm